O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiyamiz to'g'ridan-to'g'ri qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan. Asosiy qonunimiz O'zbekiston Respublikasida oliy yuridik kuchga ega bo'lgan hujjat hisoblanadi. Konstitutsiyamizning 66-67-moddalari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ushbu moddalarda investitsiya, sanoat va savdo sohasidagi faoliyatda Konstitutsiyaning to'g'ridan-to'g'ri qo'llanish normalari ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, Konstitutsiyamizning 66-moddasida mulkdor o'ziga tegishli mol-mulkni egalik qilish, foydalanish, tasarruf qilish huquqi kafolatlangan bo'lib, mulkdor ushbu huquqdan foydalanayotganda atrof muhit, jamiyat, davlat manfaatlariga inobatga olish shartligi ko'rsatib o'tilgan. Amaliyotda ushbu norma fuqarolarning investitsiya obyektlarini erkin tanlash, sanoat uskunalarini sotib olish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va tashqi bozorlarga chiqish bo'yicha qarorlar qabul qilishda to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladi. 67-moddada esa davlat tomonidan qulay investitsiyaviy muhitni ta'minlash nazarda tutilgan bo'lib, tadbirkorlar qonunchilikka muvofiq har qanday faoliyatni amalga oshirishda va faoliyat yo'nalishida mustaqil tanlash huquqi haqli ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birgalikda ushbu qonunda iqtisodiy makon birligi, tovar, xizmatlar, mehnat resurslari va moliyaviy mablag'larning erkin harakatlanishi davlat tomonidan kafolatlanishi qayd etib o'tilgan. Shu bilan birgalikda fuqarolar tashqi savdo va investitsiya sohasida huquqlari buzilgan taqdirda Konstitutsiyaning to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qoidalari qo'llanilishi ushbu moddada aks etgan. Investitsiya sohasida, ya'ni huquqlari buzilgan taqdirda Konstitutsiyaga tayangan holda to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shu tarzda Konstitutsiyada mustahkamlangan mulk huquqi, tadbirkorlik erkinligi, investitsiyalar uchun qulay muhit va iqtisodiy birlik tamoyillari fuqarolarning investitsiya, sanoat va savdo sohalarida har kuni uchraydigan vaziyatlarga bevosita amal qiladigan huquqiy kafolat sifatida xizmat qiladi.